Bugungi videorolikimda YouTuberlarga qarshi obunachilarim challenge o'ynashadi. Ular ikkita jamoaga ajralib, o'z minolalarini qurishgan va men ularni ko'rib chiqaman. Mana ishtirokchilarimizni binolarini ham ko'rib chiqdinglar. Endi esa ichlarini kirib chiqib baho beramiz do'stlar. Qani ketdi, let's go. Bu yoqda artefakt hackerniki, bu yoqda esa obunachilarimniki. Men obunachilarimnikidan boshlayman. Do'stlar, agarda sizlar ham mana shu ikkala obunachimga o'xshab videolarda qatnashishni xohlasanglar, Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Men o'sha yerdagi obunachilarning orasidan videoga qatnashishlarni tanlab olaman. Do'stlar, qachondir yana mana shunga o'xshab obunachilar bilan video qilishni xohlasanglar, izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Qani bo'lsam biz boshladik. Minorani kirib ko'ramiz. Oh shit. Bolla zombi bu yerda planda yo'q ekan. Men bu yerdagi mana shuncha sandiqning ichidan zinalarni topib, ya'ni narvonlarni topib tepaga chiqishim kerak ekan va bu yerda shuncha sandiq bor. Men mana bu yerdan esa buni davom ettirib tepaga chiqishim kerak do'stlar. Mana yerni ochamiz. Qani olsam qani ketdi. To'xtanglar. Ular hozir men bu yoqdan boshlanishdan izlaydi deb oxiriga bekitgan. Ya'ni meni ko'p vaqtim ketadi. Shuning uchun men bularga luqmasman. Men siraz oxiridan boshlayman. Years later. Bunisi emas, ham yo'q va bundachi va nihoyat topdim. Bolla bu vashshe men miyamga sig'mayapti bu narsa. Bular men naryoqdan boshlashim bilib bu yoqqa qo'yishgan ekan. Yaramasa mayli, davay tepaga ketamiz endi. Va bizni tepada minoraning ikkinchi bosqichi kutib turibdi menimcha do'stlar. Qansekin hoppa chiqamiz. Yo'q, nega tushib ketdim? Davay endi chiqamiz boshdan. Bu yoqqa men bitta osh qo'yganini solib qo'yamiz. Bu yoqqa o'zlari patskasiga qilib qo'ygan uchun bitta osh qoldi. Yo, men eng yomon ko'rgan narsa va bu parkur do'stlar. Sizlar parkurni yoqtirarsizlarmi yoki yo'qmi? Izohlarda yozib qoldirishni unutmanglar do'stlar. Men bo'lsa endi bu yerdan sekin o'tishni boshlayman. Hoppa, hop, yaxshi. Hoppa, hoppa, hoppa. Qani bunisiga ham hop, yaxshi. Juda ham oson bo'ldi va endi 3-bosqich do'stlar. Bu yoqda nimadir g'alati deb, valloh hozir bu yerda men nimadir qilishim kerak, keyin men bu yoqda nimadir paydo bo'ladi. Bu aniq do'stlar. Shundan borib uni ololmayman. Bu aniq. Men sandiqda nima bor ekan? Qani ochib ko'raylikchi. Mana bolalar, men aytdim, sandiqli tuzoq qo'yilgan bu yerga. Ichiga qurol qo'yishgan. Bu yoqda o'zi shuncha zombini hozir sandiqni ochishimga paydo bo'ldi. Bu ajoyib do'stlar. Endi men bular bilan urushishim kerak. Sandiqni ochmasam nima bo'ladi? Mayli, menda qurol bor, hammasini birin-ketin yo'q boramiz. Qani bo'lsam, let's go. Hamma zombilar o'ldi. Voy, mana bu shirinligini qaranglar. Shirin bola, toy bola, asal bola, shakar bola, pashullar. Hamma zombilar o'ldi. Mana bu yoqda esa ulardan qolgan qoldiqlar. Bu sandiqda esa nima bor ekan do'stlar? Menimcha bu yerda menga sovg'a bo'lsa kerak. Men adashmadim do'stlar. Shuncha boyligim bor endi mana. Bu esa menga sovg'a. Do'stlar, obunachilarimiz qurgan minoralarni ko'rib chiqdik. Endi esa artefakt hackerning minorasiga navbat keldi. Bularniki qamoqxonaga o'xshaydi. Mana qaranglar, eshiklari ham va chotki. Wow do'stlar, hamma yo'q bedrockdan. Bo'lmasam qani baholashni boshlaymiz. Sizlar esa mana shu yerda turib turinglar. Men yoqtirmaydigan narsa yana parkur. Ammo bu safar sal qiyinroq do'stlar. Mayli, bizga vash farqi yo'q. O'tib tashlayman. Parod bo'ldi. Qanday ketdik? Hoppa, Euroration Corporation biza parkurist bo'lib ketamiz, qarab turasizlar. Parkurni yomon ko'radigan odam mana shu videodan keyin yoqtirib qoladi. Qani sekin astalik bilan, oqsalik bilan, hoppa, yaxshi, bu yoqqa ham o'tib oldik. Endi eng qiyin joy zinali parkurga navbat va bundan lekin juda ham oson chiqdim. Yo, bundan obunachilarimnikidan ham ko'p zombi bolalar vashcha. Bular ham bu yerga bularda qurol pistolet do'stlar. Mayli, eplab tashlaymiz, davay hammasini yorib tashlaymiz bo'lmasam. Bizda qurol bor, patronlar yetamigan degan savol bor-da. Men buni qaranglar, tovuqchalar meva olishganda zombichalar.
Va bo'ldi do'stlar, men hamma zombilarni yo'q qildim. Endi esa mana bu yoqda eshikdan kiramiz. Qoldiqlarni mayli olib qo'yamiz. Bular bizga kerak emas. Men pistolet bilan qo'shib turib sandiqqa solib qo'yamiz do'stlar. Yo'lni rasvo turmaydi, uni bo'lib. Endi esa mana bu yerdan kiramiz do'stlar va bizda eng so'nggi bosqichga kelgan bo'lsa kerak. Nima? Kuchuklar, bular meni do'stlarim-ku, bular indamaydi-yu. Bir ikkita do'stlarimda. No-da, bular indamaydi. Menga indamaydi, lekin bular nega kerak? Axir shunchaki borib turib sovg'ani olsam bo'ladi. Lekin meni ko'tim qichib bular bilan olishim kerak. Xuddi naryoqda nimadir qilganimga o'xshab do'stlar. Mayli, bekorga qo'ymagandir axir buni yaratgan odamlar ham. Bekorga qo'yishmagan, o'shaning uchun ham qayoqqa tushib ketyapman. Chiq tepaga. Mayli, buncha kuchukni bu narsalar bilan o'ldirishmencha muammo emas. Qani bo'lsam gazni bosamiz. Yo, mana buni qaranglar, kelishni qaranglar. Wow. Granatani o'zi bilan hal qilib qo'yapman bu ishni. Bo'ldi. Chiq tepaga, nima pastga tushib ketaverasan. Davay, endi mana shular bilan otishamiz. Davayte, let's go. Otib tasha, yo'qot bo'ldi. Yaxshi. Bo'lsa endi bu yerdan ham menimcha hamma narsalarini tugatdik. Granatani qaranglar, shu zo'rlardan qo'yishdi-ku. Wow, mana bu kiyim menga juda ham yarashib turibdi. Qaranglar, chotki. Takoy askarga o'xshab qolibman, qo'limda qurollar bilan, granatalar bilan ayniqsa. Yaxshi. Bo'ladi. Hamma zo'r. Endi joyiga qaytarib solib qo'yamiz bu narsalar. Chunki bizga endi bular kerak emas do'stlar. Hammasini yechib qo'yamiz va joyiga qaytarib solib qo'yamiz. Xo'sh, bular sovg'aga nima qo'ygan ekan? Bularda ham olmos va oltinlar. Bu juda ham yaxshi do'stlar. Endi men bu shuncha sovg'a bilan men boyib ketaman. Do'stlar, obunachilarim hamda youtuberlarning minoralarini hammasini ko'rsatib chiqdim va endi sizlar kommentariyada kimniki zo'r chiqqanini yozib qoldirishni unutmanglar va kanalimizga obuna bo'lib videoga like bosib qo'yishni ham unutmanglar.